Men bank ishlari bilan hech shug'ullanmaganman. Agar ibodatlarim 700 million dollarlik kamomatni qoplasaydi, Ulkan immobiliariya korporatsiyasining 25% aksiyasi cherkov ixtiyorida. Nima demoqchi ekanimni tushunyapsiz? Nazorat paketini olish uchun Vatikanning roziligi kerak. nomzodingizni Rim papasining o'zi ma'qullashi kerak. Janob Corleone immobiliariya aksiyalarining nazorat paketini qo'lga kiritishi bilan Corleonelar oilasi Vatikan bankiga 500 million dollar o'tkazishga rozi. Undan chiqdi, bu dunyoda qaytarilgan qarz gunohdan o'tishdan ustunroq ekanda. 600 million dollar. Gunohdan o'tishni narxini oshirib yuborgansiz. Immobiliariya bilan bog'liq shartnoma sizni dunyodagi eng boy odamlardan biriga aylantiradi. 600 million. Vatikan banki rahbariyati janob Corleonega ishonib topshirish mumkin deb hisoblaydi.